Arab tilida dars qilish yo'riqnomasi bor va bu yo'riqnomaga amal qilgan odam arab tilini oson o'rganadi. Birinchi o'chirda dars qilayotgan paytingiz chalg'ituvchi narsalardan xoli bo'lishingiz kerak. Telefon, oila, televizor yoki yana shunga o'xshagan sizni xayolingizga olib qo'yadigan narsalardan. Ikkinchi o'chirda dars qilayotganingizda ovozingizni chiqarib, baland tarzda o'qib yozishingiz kerak. Yozadigan bo'lsangiz, o'qib yozishingiz kerak. Ba'zilar prostaki oldida televizor turadi, telefon turadi yoki boshqa narsa turadi, ko'chirib o'tiradi. Bu ko'chirish sizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi yoki sizda hech qanaqa ijobiy foydasi yo'q. Siz ko'proq foydalanishni xohlasangiz yoki aynan shu o'qigan lug'atlaringizni bugungi darsingizda o'tilgan ko'nikmalarni to'g'ri o'rganishni xohlasangiz, ovozingizni chiqarib baland yozing. Yana bitta eslatma, qorningiz to'q bo'lsin albatta. Och qoringa dars qilishingiz noto'g'ri. Alohida dars qilishga maxsus joy ajratib oling, chunki ko'pchilik ovqat yeydigan joyda dars qiladi, televizor ko'radigan joyda dars qiladi. Bu narsa uni miyasini chalg'itishga juda ham ko'p sababchi bo'ladi.